Ananing yaxshi yomoni yo'qdir. Eng yomoni anasiz qolmoqdir. O'z ota-onaga qilmagan yaxshiliklaringni boshqalarga qilganing uchun o'zgalardan kelgan har balo sana haq. Ana dunyodagi eng ulug' inson. Har qanday nachar kayfiyatda onani haqorat qilgan inson eng past insondir. Sevgilimdan ayrilib qoldim. Tanhaman deb sarlanma. Ati o'gin ota-onangdan ayrilsan texi. Bilsang, mana bu haqiqiy ayrilish. Ota-onam boy bo'lsa deb orzu qilmay, bor bo'lsa deb orzu qil. Bu dunyoda faqat onangla charchadan bola deb peshonangni salaydi. Onangdan boshqa har qanday insonga sening jafoying haqliq bilinadi. İnsanın eng yaqin do'sti ona. Chunki sen osmonda uçsang hasad qilmaydi. Yerda o'milganingda masxir qilmaydi. Kulkangdan huzurlanadi, yig'ingdan azoblanadi. O'g'il onasini eng yaxshi ko'radi. Chunki ona dunyodagi uni tashlab ketmaydigan birdan bir ayol. Qiz dadasini yaxshi ko'radi. Chunki dada dünyada onu aldamaydigan birdan bir er. Ota-onangning qarg'ishini olmasanlar, boshqalarning qavashlari hech gap emas. G'ayriblik qanday bo'ladi demsan? Peshonangni salaydigan onangdan ayrilgandan keyin bilasan. Onang uchun hammani tashla. Lekin hech bir ish uchun onangni tashlama. Onang bu dunyodagi birdan bir ko'rkili bo'ladigan farishta. Ota-onangni ko'p so'zladi deyma. O'zi tortgan hasratni sana kelmasin deydi. Ota-onaga yaxshilik qilish go'zal bir hikoyadirki, bu hikoyani sen yozasan. Buni bolalaring sana so'zlab beradi. Shunga bu hikoyani obdan yozgin. 抖音